Maymuna binti Haris raziyallahu anha. Müminlerning analardan biri bo'lgan Maymuna raziyallahu anhaning otasi Haris ibn al-Hazan Qurayshlarning sharafli beglaridan bo'lib, onasi Hind binti Avf Makkada fazilati bilan mashhur bo'lgan ayollardan edi. U Abdullah ibn Abbas bilan Khalid ibn Walidning homisi bo'ldi. Maymuna raziyallahu anha hicretden ilgari musulmon bo'lganlar qatoridan. Maymuna raziyallahu anhaning payg'ambar alayhissalom bilan qurilgan nikohiga kelsak, Maymuna raziyallahu anha islomiyatdan ilgari Mas'ud ibn Amir bilan nikohlangan bo'lib, uningdan ayrilgandan keyin Abu Raml bilan turmush qurgan. Abu Raml o'lib ketgandan keyin bo'lsa, payg'ambar alayhissalom bilan turmush qurishni xohlaydiganligini bildirgan. Payg'ambar alayhissalomning o'zi bilan nikohlanishni xohlaydiganligini bilgandan keyin xushalligidan bo'lsa kerak, payg'ambarimizga o'zini hiba qilishni xohlaydiganligini bildirgan edi. Alloh taolo Maymuna raziyallohu anhaning bu irodasini tasdiqlagan asosda mu'min ayollarning o'zini hiba qilishning faqat payg'ambarga xos ekanligini ifodalab, bunu oyatni nozil qilgan. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا. Agar bir mu'min ayol o'zini payg'ambarga baxsh qilsa, payg'ambar uni mahrsiz elishni xohlasa, buni mu'minlarga emas, yolg'iz sangla halol qildik. Ularning ayollari va cho'rlar to'g'riliq bizning chiqargan belgilarimiz bizga ma'lumdir. Sana haraj bo'lib qolmasligi uchun seni alohidliklarga ega qildik. Allah nihoyat mag'firat qiluvchidir. Nahayeti mehribondir. Sura Ahzab 50-oyat. Hijriyaning 7-yili payg'ambar alayhissalom umra haj qilish uchun Makkaga borganda 500 dirham kumush to'yliq bilan Maymuna raziyallohu anha bilan nikohlangan edi. U chaqda Maymuna onamiz 26 yoshga kirgan edi. Payg'ambar alayhissalomning oilasi kirgan Maymuna raziyallohu anha imonda to'limi yuqori darajaga yetgan bo'lib, u e'tiqodi kuchlik, aqlliq, tadbirlik va sil rahimga ahamiyat beradigan, boshqalarga yaxshilik qilishni to'limi yaxshi ko'radigan bir ayol edi. Maymuna raziyallohu anhaning payg'ambar alayhissalom bilan to'y qilishdan burungi ismi Sehi, rostchil, itoatkor ma'nosini ifodalaydigan Barra bo'lib, bu ismni islomga kirgandan keyingi holatiga moslashtirib, barakatlik, talaylik degan ma'noni ifodalaydigan Maymunaga o'zgartgan edi. Aisha raziyallohu anha onamiz Maymuna onamiz haqida Maymuna hammamizdan bek taqvodor va sil rahimga ahamiyat beradigan biri edi deydi. Maymuna onamiz payg'ambar alayhissalomning eng oxirgi nikohlangan ayoli bo'lib, u payg'ambarimizdan o'rgangan hadisni hayotiga amaliylashtirgan va ularni o'ziga qiblagoh qilgan holda yashab, Hijriyaning 56-yili vafot bo'lgan.